Assalomu alaykum. Oqqo'rg'on jome masjidiga qo'yilgan mana bunday quyosh orqali suv isitadigan solnechniy vodonagradlarimiz. Hozir mana issiqlik harorati Baliqchida 14 gradus. 14 gradus. Lekin mana buni issiqlik ko'rsatkichlari hozir 38 gradus. 39 gradus. Bu tahoratxonani suvlarini isitib turibdi. Resirkulyatsiya bo'lib aylanib turibdi. Bu joyga 200 litrlikdan ikkita qo'yilgan. Ya'ni ikkalasi 400 litr suv, 1 tonna suvda isitib turibdi. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Ya'ni bu tomon hozir tahorat qiladi. Sular sirasi keladi. Shu holatda bemalol tahorat qiladigan holatda 36-37 gradus issiqligi bor. Mana bu yer kotyolxona. Elektrik kotyollar, lekin ishlatilgani yo'q, hammasi kranlari kirilgan holatda. Suv boylerlarimiz ikkita 500 litrdan mana 1 tonna holatda isitib turibdi. Ya'ni bu yoqdan chiqayapti 27 gradus. 27 gradus holatda chiqayapti. Bu esa mana gidrostrelkamiz. Gidrostrelkada ham mana 26-25 gradus issiqligi bor. Mana bunday. Bu ikkala nasoslar har bittasi bittadan 500 litrlik boylerdan 1 tonna boylerda aylantirib turibdi. Mana bu sirkulyatsiya nasosimiz esa suvlarni resirkulyatsiya qilib turibdi. Mana shunday binoni podval ostidan borib aylanib tahoratlar bilan, mustahab qiladigan xonalar bilan aylanib mana shu joyga kelib, ikkala mana bu 500 litrdan 1 tonna boylerimiz aylanib o'tadi. Ya'ni uni ikkita 200 litrlik, 400 litrlik quyosh orqali suv isitgich aylantiradi.